Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning o'xshamagan joylarda ishlashga majburlangan Uyg'urlar ishlab chiqargan tibbiy maska va qo'g'dash uskunalari Yevropada sotilgan. Tashkillik jinoyat va chiriklikni doklad qilish turi nomli ommaviy tashkilot tomonidan e'lon qilingan dokladda ko'rsatilishicha, Yevropadagi ikki asosli sotquchi bu maskalarni bozorga solgan. Yevropadagi 5 davlat hozirgacha davolash buyumlari sotib olgan. 3 qavatlik bir qatam ishlatiladigan operatsiya maskasimi Hubei Hayshin markasi ostida to'rda 50 bo'liqda sotilgan. Mutaxassislarning so'ziga qaraganda, Xitoyning o'xshamagan rayondagi zavodlarda ishlaydiganlar Sharqi Turkistondan kelgan kishilar bo'lib, ular Xitoyning emgak kuchi yetkazish siyosatining bir qismi sifatida o'xshamagan shaharlarga avatilgan. Xitoyda ezilgan Uyg'urlar ishlab chiqargan maskalar Yevropada sotiladi nomli dokladga qaraganda, Hubei Hayshin ismli tibbiy ta'minlovchi shirkati ishlab chiqarish aslahalarida Sharqi Turkistondan yetkazilgan kam deganda 130 Uyg'ur ishchini ishlatilgan. Xitoy Shinhua agentligining xabar qilishicha, Sharqi Turkistonning Jo'ng'ar rayonida Milchardagi zapsi 100 milliard kub metrdan oshadigan g'oyat tabiiy gaz zapsi tepilgan. Xitoy neft shirkati Xinjiang sho'basining direktori Hu Jinning juma kuni aytishicha, bu dastlabki tadqiqot bo'lib, Jo'ng'ar o'ymonligining janubiy chetining o'rtasidagi 156 million kvadrat metr keladigan rayonda 109 milliard kub metr gaz zapsi borligi bayqalgan. Uning aytishicha, kunlik 610 ming kub metr tabiiy gaz va xom neft ishlab chiqarilishi mo'ljallanmoqda ekan. Yaqinqi yillarda buyon Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga qilayotgan zulmlarning irqiy qirg'inchilik shakllantirganligi haqidagi sadolar kuchayotgan bir sharoitda Xitoy Sharqi Turkistonning tabiiy boyliqlarini talon-taroj qilish sur'atini tezlatmoqda. Amerika prezidenti Donald Trump Amerikaning nurg'un organlariga qaratilgan to'g'ri hujumning orqasida Xitoyning bo'lishi mumkinligini aytdi. Trump o'zining Twitter hisobidagi yozmasida o'zining rasmiy organlariga qaratilgan to'g'ri hujum haqida to'liq ma'lumotga erishganligini ta'kidlab, to'g'ri hujumi amaliyotda soxta medialardagidan xeyli ko'p cho'ng dedi. Hamma ishning kontrol ostida ekanligini bayon qilgan Trump, Rossiya bu har qanday ishning yuz berishidagi asosli so'z. Chunki asosli taratqular ko'pincha iqtisodiy sabablar tufaylidan Xitoyning to'g'ri hujumining orqasida bo'lish ehtimolligini muzokara qilishdan qo'rqadi dedi. Xitoy virusining boshlanishi bilan Iroqdan ishlash va Iroq musofirlik ma'rifining kam bo'lsa bo'lmaydigan bir qismiga aylangan Zoom bu qatim Amerikada tekshirishga duch keldi. Bu shirkatning sobiq xizmatchisi Jolie Injin 1989-yildagi Tiananmen voqeasini xotirlash uchun o'tkazilgan sinliq yig'inlarga to'sqinlik qilgan deb ayblandi. Brooklyn Federatsiya taftish mahkamasi Jolie Injin ustidan arz sundi. Ayblashlarga qaraganda Jin bilan Xitoy qonun ijro qilish va axborot mulozimatlari orasida aloqa bor bo'lib, u o'zining o'rnidan foydalanib, Xitoyning ichi va sirtidagi o'qituvchilarni nishonlab, ularning hisobot uchurlarini to'plagan va parokandachilik solgan. U Zoomning mulozimat shartlariga xiloflik qilganligini bahona qilib, abonentlarning hisobini cheklagan. Buningdan boshqa, u faoliyat uyiga singib kirib, nomuvofiq mazmunlarni o'z ichiga olganligini bahona qilib, suhbatlarga to'sqinlik qilgan. İsrail Baş Ministri Nېтаньяху va Səhiyyə Ministri Yuli Idlishtin Pfizer va BioNTech tadqiq qilib yasab chiqqan Xitoy virusi vaksinasini yangi emlatkizdi. İsrailiyadagi tunji Wuhan virusi vaksinasini Tel Avivga yaqin Ramat Gandagi Shiba sog'lomlik markazida İsrail Baş Ministri Nېтаньяхуga, ondan Səhiyyə Ministri Yuli Idlishtinga emlandi. Нېтаньяху televizorda bevosita tarqalgan vaksina emlashdan keyin millionlagan vaksinaning mushu oyning oxirida Isroilga keladiganligini aytdi.